Ona yuragi hech qachon qarimaydi. Qishloq chetida bir uy bor edi. Tashqaridan qaraganda oddiy, hatto biroz vayrona ko'rinardi. Ammo bu uyning ichida dunyodagi eng katta yurak yashardi. Ona yuragi. Bu uyda Robiya ona yashardi. Eri bir necha yillar avval vafot etgan. 3 farzandni yolg'iz katta qilgan edi. 2 qizi turmushga chiqqan. Kenja o'g'li Kamol esa shaharga ketgancha qaytmagan. Kamol yoshligidan o'tkir, g'ururli bola edi. "Ona, bu qishloqda qolib, odam bo'lib bo'lmaydi", derdi u ko'p. Robiya ona esa har safar bir xil javob berardi. "Qayerda bo'lsang ham, bolam, odam bo'lib qol". Oxirgi ketishlari janjal bilan bo'lgan. Robiya ona o'g'lining noto'g'ri yo'liga qarshi chiqqan. Kamol esa ranjib, endi bu uyga qaytmayman deb chiqib ketgan. O'sha kundan beri eshik jim, ammo ona yuragi uyg'oq edi. Yillar o'tdi. Robiya onaning sochlari oqarib ketdi, belini bukchaytirdi, ammo u har tong hovlini supurib, eshik oldiga suv separdi. Go'yo kimdir keladigandek qo'shnilar aytardi: "Ona, o'g'lingiz unutdi shekilli". Robiya ona bosh chayqardi. "Yo'q, ona bolasini unutmaydi. Bola ham onani. Faqat ba'zan yo'lini yo'qotadi". Har kecha u duo qilardi, ba'zan ko'z yosh to'kardi, lekin hech qachon la'nat qilmasdi, chunki ona yuragida nafrat yashamaydi. Kamol esa shaharda hayot bilan olishardi. Pul topdi, boyidi, lekin xotirjamlik topmadi. Qanchalik yuqoriga chiqqan sari ichidagi bo'shliq kattalashardi. Bir kuni kasal bo'lib qoldi. Yonida hech kim yo'q edi. O'sha kecha u bolaligini, onasining issiq nonini, kechqurun aytgan duolarini esladi va birinchi marta chin yurakdan yig'ladi. "Men nimani yo'qotgan ekanman", dedi u o'ziga. Oradan ko'p o'tmay u qishloqqa yo'l oldi. Yuragi tez urardi. Kechirmasmikan degan savol uni qo'rqitardi. U hovliga kirganda eshik ochiq edi. O'sha eski eshik. Robiya ona supa ustida o'tirardi. Ko'zlari xira, ammo yuragi sezgir edi. "Ona", dedi Kamol past ovozda. Robiya ona ovozini tanidi. U sekin o'rnidan turdi. Bir lahza o'g'liga tikilib turdi. So'ng qo'llarini yoydi. "Keldingmi, bolam?" Kamol tiz cho'kdi. "Men adashdim, kechiring. Sizni yolg'iz qoldirdim". Robiya ona uning boshini ko'ksiga bosdi. Ona uchun eng og'ir narsa bolani yo'qotish emas, balki bolani tirik holda sog'inish. "Men seni har kuni kutdim". U kecha Robiya ona uzoq yillardan keyin ilk bor xotirjam uxlab qoldi, chunki ona yuragi yana to'ldi. Ertalab eshik yopildi, ammo bu safar sog'inchdan emas, tinchlikdan.